Pastga tushaverganimiz sari yana shunga o'xshash prodaja komandalarining eng kuchlisi yoki eng kuchli sotuv menejeringiz, eng kuchli savdo kanalingiz va shunga o'xshash sonlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va eslatib o'taman, har birini ichiga kirib, har birini detalni bosib ko'rishingiz mumkin bo'ladi va undan tashqari bu hozir oxirgi 90 kunlik ko'rsatkich asosida ko'rsatilmoqda. Ya'ni ertangi yoki kelasi 3 oylik savdoyingizni prognoz qilishingiz uchun bu periodni o'zgartirishingiz yoki bu regionni o'zgartirishingiz yoki aynan ma'lum bitta tovar bo'yicha tanlab olishingiz yoki ma'lum bitta klient bo'yicha tanlab olishingiz, kategoriya bo'yicha, sotuv komandasi bo'yicha aynan bitta salesman yoki sotuv menejeri, istochnik prodaja bo'yicha, kanal prodaja bo'yicha filtrlab, nastroyka qilib o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Bu faqatgina hali savdo bo'yicha ba'zi bir sonlar, ko'rsatkichlari edi. Agar buni tovarlar kesimida ko'rib chiqaman desangiz, aynan qaysi tovar sizga ko'proq foyda olib kelyapti, aynan qaysi tovar sizda ko'proq sotilyapti, bular bo'yicha alohida ko'rsatkichlar mavjud. Bularni ham to'g'ri sotuv modeli tanlanganda, to'g'ri sonlar kirgizilganda, buxgalteriyani ham joy-joyida ishlatilganda, qaysi bo'yicha marja to'g'ri ishlayotgani, qaysiga ko'proq xarajat qilinayotgani, shunday tovarlar bo'lishi mumkin. Sizda masalan u tovarlarga ko'proq rasxod qilyapsiz. Yo'l kira jihatdan, rastamoshka jihatdan yoki saqlash shartlari jihatdan sizga ko'proq tushyapti. O'shalarni ham inobatga olgan holda ko'p sotilayotgan tovarlar, ko'p sotilayotgan kategoriyalar jihatdan alohida otчетlar tayyorlab berish mumkin va albatta ushbu otчетlarni hammasini alohida Excelga yuklab yoki o'zingizni Power BI yoki analitika boshqa tullaringizga o'tkazish imkoniyati mavjud. O'tkazib olib, yana qo'shimcha analitikalar buni ustida olib borishingiz mumkin. E'tiboringizni keyingi yana savdo bo'yicha otчетlarga qaratib o'tmoqchiman. Bu hamma otчетlarni demo.odu.com saytida o'zingiz kirib, bosib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Istalgan payt bu yerda testoviy ma'lumotlar asosida sizda qanday otчетlar chiqishi mumkinligini ko'rishingiz mumkin. E'tiboringizni yana post degan otчетlarga, postga, ya'ni point of sale, sotuv nuqtasi otчеtlariga qaratib o'tmoqchiman. Undan tashqari sotuv bo'yicha yana bir nechta otчетlarimiz mavjud. Post bo'yicha, arenda bo'yicha va hokazo har turdagi sotuv modelingizga qarab turib o'zini otчеtlari chiqib keladi. Ya'ni Oduda tayyor biznes modellar qurilgan, biznes sotuv usullari qurilgan. Faqat sotuvingizni amalga oshirishingiz, o'zingiz biznes modelingizni to'g'ri qurishingiz asosida kerakli, o'zingizga kerakli otчеtlarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringizni finansiy otчеtlarga qaratib o'tmoqchiman. Bundan oldingi videoda buxgalter bo'limini otчеtlari sizga достаточно, yetarlicha ko'rinib keladi, lekin siz dashbord, sonlar, chartlar asosida, ko'rsatkichlar asosida ko'rmoqchi bo'lsangiz, finans bo'limiga kirib, buxgalteriya bo'limidagi ba'zi bir sonlar, doxodlaringiz bo'yicha, qarzdorliklaringiz bo'yicha, hozirgi rasxodliklaringiz, kreditor, debitor kes haqida hamma ma'lumotni bitta joyda ko'rishingiz imkoniyati mavjud bo'ladi va yana bir bor eslatib o'taman, ustiga bosishingiz orqali ichiga kirib, yana qanday ma'lumotlar ga asoslanganligi, uni detallari haqida shu yerda ham ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, nalichnikda masalan, o'tgan periodlar bilan, o'tgan yil bilan solishtirishingiz, rentabelность qanday bo'lyapti, effektivlik qanday bo'lyapti, buxgalterskiy balans qanaqasiga dinamika bo'lyapti, hozirgi finansiy ahvolim qandayligi va likvidlik, undan boshqa yana sonlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Va yana bir bor eslatib o'taman, oldingi videoda aytganimizdek, sizga yangicha otчетlar kerak bo'lsa, e'tibor bering. Biza konfiguratsiya menyusiga kiramiz. Panel upravleniya menyusiga kirib turib, o'zingizga kerakli bo'lgan yana qo'shimcha otчетlarni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Odu'ni spreadsheet, ya'ni online Excel deb qarasak bo'ladi. O'shanga kirganingizda mana istalgan otчеtingizni olib turib o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu mana tablitsaga asoslangan, Excelga asoslangan, har bittasini o'zini formulasi bor. Mana formulalar asosida o'zingiz yangicha otчет qurib, o'zingiz hech qanaqa finansist yoki buxgalterlar yoki dasturchining yordamisiz yangicha otчетlar qurishingiz mumkin bo'ladi. Mana hammasi o'sha online Excelga o'xshash qilib qurilgan. Bu qabul qilish va o'zgartirish oson bo'lishligi uchun mana qandaydir o'zgarishlarni qilishingizdan keyin orqaga qaytasiz. Dashbordga kirganingizda
sizni o'sha sonlar kutib turgan bo'ladi. Yangicha o'zgartirish qilganlaringiz hammasi o'zingizda yangicha отчёtlaringiz onlayn ishlab ketaveradi. Oldiga visionni, maqsadlarni va challengelarni qo'yishni yaxshi ko'radigan tadbirkorlarimiz uchun mana shu bo'limni yana bir bora chiroyli qilib ko'rsatib bermoqchi edim. Finansdagi standartlar bo'limiga kirganingizda bu yil uchun yoki bu ma'lum bir period uchun qo'ygan maqsadingizni belgilab qo'yasiz oldindan va shu ko'rsatkichga yetishyapmanmi yo'qmi bu oldindan ko'rsatib turadi. Real vaqt rejimida albatta. Masalan, siz oldingizga marja bo'yicha ko'rsatkich qo'ydingiz va marjani aytaylik 20% dan 50% ga ko'tarmoqchiman yoki shunga o'xshash turib operatsion marjani qanchagadir tushirmoqchiman degan ko'rsatkichlarni qo'ydingiz va ishlash davomida shu marjaga yaqinlashyapmanmi, uzoqlashyapmanmi onlayn ko'rish imkoniyatiga bo'lsin. Onlayn ko'rish imkoniyati bo'lsin deydigan bo'lsangiz, bu bo'lim aynan shu challenge-ni yaxshi ko'radiganlar uchun o'z oldingizga yillik maqsad qo'ysangiz, shu narsani chiqarib beradi. Masalan, средние дни работы debitorkой, ya'ni o'rtacha qarzdorlik kunini belgilash. Buni biz hozirda 60 kun bo'lsa, 45 kunga tushirmoqchimiz yoki 3 kunga tushirmoqchimiz bo'lsak, mana shu yerda ko'rsatib turadi. Bu yerda hozir 20 kungacha tushirganmiz. Ya'ni biz tushirishimiz kerak bo'lgan narsani keragidan ham zo'rroq joyga tushirdik. Bu albatta shuning uchun ham yashil bo'lib chiroyli ranglarda ko'rinib turibdi va maqsadimizga erishdik. Xuddi shunaqa o'zimiz uchun har xil boshqa ko'rsatkichlarni qo'ymoqchi bo'lsak, shu yerda belgilab qo'yamiz va siz tasavvur qiling, bo'limlaringizga o'zini KPI'larini, ko'rsatkichlari qanday bo'lishi kerak, kvartal oxirigacha, yil oxirigacha qanday bo'lishi kerak qo'yib berdingiz va siz operatsiyonkadan chiqqan holatda Dubayda plyajda oyog'ingizni cho'zib o'tirganingizda Oduni mobil ilovasi yoki planshetdagi ilovasi bilan o'tirib bemalol onlayn ko'rishingiz imkoniyatiga egasiz. Telefondan ko'rib biznesingizni udalyonniy kerak bo'lsa nazoratda ushlab turibsiz. Qanchalik mazza, to'g'ri emasmi?